o'tirib ichib ola qoling. Soat 9da xo'jayinning majlisi. Shoshmayman. Hamma shoshadi bu dunyoda. Bilaman, hozir kechga olib borsang dekaning kirgizmaydi. Men ham nima qilay, ukam? Mana yo'l ahvolini qara. Probka ekanda hamma yoq. Kechga qolib ketdim uzr. Kech qolgan kunlaringga oyligingdan ushlab qolaman. Bahodir, bularni bugun tayyorlab qo'ygansiz, xo'jayin topdim. Men o'zim ishimni qilaymi, xo'jayin ishini qilaymi? Yo'q, men hisobotni tayyorlayman. Hammasiga bitta o'zim o'ldirmayman. Xotin o'zim hamda yamaga tushib balonim teshilyapti. O'zing olib kelib turgin bolalarni. Bolalar yo'q, aka bitta o'zim tashlayapman. Ishchi olaylik o'tsa yo'q. Ha, xo'p, tezroq ort mashinaga. Bahodir, mayli, yaxshi ishlang. Yaxshi daromad. Xo'p, mayli, rahmat. Hormanglar bolalar, tuzumsizlar. Baraka topkurlar odam sog'im deyusizlarni. Bilaman. Ishinglar ko'p, ish menda ham ko'p. Ish tugamaydi bolalar. O'shaning uchun 1 soatdan keyin o'zimiz har doim yig'iladigan joyga kelaylik, ko'rishaylik. Odam sog'in desalarni, Qildingmi nima dedi? quvonman, ko'tarmayapti. Kellaring sovuvyapti. Nima telefoningni ko'tarmaysan? Qachon kelding? Bolalar, bizga qimmat kafe shart emas. Shundan kabobda tez-tez yig'ilib turaylik. Yaxshi bo'lardi. Zo'r fikr.